Men ötkende sizge degen bilim aşırış işleringizni bijip koydum. Bir ay içinde doktorxonaning xizmatlarini xulosalab, men ishtiyarlik qilsangiz bo'ladi. Berna siz bilan bilim oldim. Cesur. Öyünün işlerine aralashma. Her kişi öy işlerine çarkıya varsa anca yaxşı emas. Gepimni tushundingizmi? Chiqsangiz bo'ladi. Dadam rastlaşta qilama. Anlasam, Polat sizlarning liderining o'g'li ekan-ku. Do'st nima bo'pti? Undaq bo'lsa o'xshamaydi, xislat. Nemisi o'xshamaydi? Hay. Tag'am shuning qarshi turgan gap. Sening bu jasurdek bo'lib qilishingni xohlamaydi-da. Sen shirkat kotib bo'lganing bilan ma uyda tag'amning bir dalla orzuli qizi. Shuning tag'am qattiq qarshi turgan gap. Bu nim degina? Ha deb basam, kim Polat bilan to'y qilma debdi? Hammasi sen uchun yaxshi. Men uchun yaxshi? Men uchun yaxshi bo'lsa, Sarang Akbar degan advokat bilan ko'rishga vatamsizlar? Nima? Akbar bilan? Akbar bilan ko'rishib keldingmi? Oshda o'rlashtiribdimi? Dunyoda eng xo'shang yo'q odamlar ko'rishib kelding degina. Ay, paranglaringlar toz qizg'andi ha. Dadınızın silahını əzqilici, bu üçün əməs təpildi. Bu yerdə çoxun bir iş var. Bunun obdan qaranlar. Bu işte bir sır var. Sır? Sır. Nima? Sır? Nima sır? Sizlar shundoq deydi bu? Ama nasıl çıkıp gerek? Ama haklı. Zaten nima sirdi o? Sataca, Ha? bunundikin pek ihtiyat kılınçımı? Nimden ehtiyat kılma? Bayı sizden dadamla paranlaşqınızını hamam uğurluqça anlıp aldı. Bunda başkalarının gibi uğurluqça anınız qanda oldu deyme. Yeni tek Parizat adam telefon mu kıldı? Asıl mındaq gende hiç kısı yok. Bu işler diyen bizden ailege nispeten küçük işler. Nima? Bunda kız qanda oldu? Haqqanç bir ayıl kişiler oğan tağdırdı mı? Birbirini hürmetliş gerek o. Hiç kısı yok. Aldırmay künüp kalsız sonra. Cimo? Muşundaq mı ayılı bakendisi ha? Hay. Cesurluqdan ızlaqın koyulması öyle. Opa! Berna, canım kızım ketimiz. Opa qolum qo'ysin. Ketmayman men. Berna, siz men ochiq yutib yetib qolsin demoqchimi, ha? Jurib qaytamiz. Opa, men ketsam hammamiz qoldirib, hammamiz yo'qolmamda opa. Asta. Berna kızım. Ha dada.
Kim bilan paranlashyapsiz bola? Bir tanish uchrab qolgandi. Bo'pti, kiravering. Ma'qul dada. Nima dedingiz? Sir? Siz dadam bilan birlashib zat nima ish qilmoqchi? Uchimizga vafosizlik arznoma sunishmi? Shuning ichida shundaqmi? Nima bilan deb yurasiz qizlar? Unda qish yo'q. Nima ish oz emas, jiq emas 3 oy. 3 oydagi nima ish bo'ldi? Dadam Ayshem degan ayol bilan to'y qilamda. Ben sizni o'zingiz emas, boshqalarning nuqtasi turib o'ylasangiz, ondan ishni tegi yeta olasiz. Mening dadamning ishlarini berish huquqim bor. Shuni sizdan so'rayapman. Dana. 3 oydagi nima ish bo'ldi? Nima ish bo'lganini men bilmayman. Lekin mening his qilishimcha dadamlar cho'qim sizlardan bir şey yoshiryapti. Siz rostini bilmamsiz? Olimkam sizning dadingiz turib, siz bilmagan edi, sizga demgan edi menga demda. Men nima bilaman? Men bilishim kerak. Bundaqda dadingiz nima qildi shuni qiling. Shu chaqda olimkamning nima o'ylayotganligini his qilib yetasiz. Cesur nima ish qilayotgandi u? Telefonmi qilmadi ya? Men rost xafa bo'lib qolganman. Ajab. Ha, kirgan. Sizni chaqiryapti. Kim u? Hammam Ammam nima chaqirtgan? sizni kechki tomoq tayyorlik qilsin deydi. Ha, nima? Kechki tomoq tayyorlik qilsin? Ha-a. Men qilamkanman? Ha-a. Bu Amma, tomoq yetyapmisiz? Ha, voy Berna. Bugundan boshlab baqo kunda kechki tomoqqa siz yordamchisiz-jimi? Ma'qul. Biroq men tomoq yetamaydim. Nima? Tomoq yetamaydim. Qizib olib turibmi tomoq yetishni bilmamsiz? Men sizga o'rgitaman. Ma'qul. Men sizga bir hafta tomoqni yordamlashib etib berman. Uningdan keyin baqo dadangizga o'zingiz mustaqil tomoq yetib bersiz-jimi? Nima? Men yetamdim, yog'uz. Voy balam, bu uyda siz yolg'iz kelin tursangiz, siz aytmay kim etadi? Ma'qul amma. Hamma, tomoq yetishni o'rganishim bir hafta ketamdi. Achamdan xizmat yo'q qolgandan keyin cho'qim tezligini oldi. Men bu qanday bo'laman? Men milliy tomoqlarni ancha yaxshi yetamaydim. Voy, ondaqda siz g'aribcha tomoqni yaxshi yetadigansizda balam. Ajab yaxshi. Mening baqo qarang, bu g'aribcha tomoqni yegim kelib turadi. Buguncha menga ayt bo'ldi ham bo'ldi. Xurishgan bo'lsa, men bozorda akirib birman. Andaq bo'lsa baqo, bugungi kechki tomoqni siz aytdingiz hamsa? Bichar Barla. Qandoq qilayotgandi?
Apa. Apa kechiring, men ham sizni ansiratkim yo'q, ma'an nima amal. Apa men yordam qilsangiz bo'lmaydi, tomoq iton deydi meni. Balam, Berna bir narsa olaman deb chikatgandi, hech kirmadim ha? Uxmadim ammo kirmadi-ku. Ay bu tomoqni qachon etib, qachon pishiray? Osh. Ay, qachon etib pishasa, dasturxon jigidek bir narsa achiqsiz bo'ldi-ku ha? Ben qaytib geldim. Gülzar. Ketkin mi bunlar? Amma, ben görüşdüğümlügeç turayım mı? Voy canım balam. Voy g'aribcha tomoq yemak shutuq emasmi? Voy saqlab boqayli. Ha, kela. Hallo, Refoy. Diga hamma nima g'arib cho'p ketib qoldi-ku. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Bir ish bo'lmaganda nimda jimib ketdinglar? Bernacığım kökte dağıl ketken kirme otudu. Voy, o'tga kirmagan bo'lsa, tomoq qachon yeyamiz? Och qoldim. Ay, u ko'ktatni cho'q qara, etizliq terib, pishqan uzib akildiga o'xshaydi. Tomoq pishdi bu. Dada. Oy. Voy aka, kelning og'u ko'ktat ag'ilchi ketgan. Ay, saqlab inkimiz tushib qolay dedi. Ay bolam, menga kirib siz bir gurishdimligacha turing ha. Maqul, maqul. Sağ ketdi dağlar. Ha. Bo'pti. Gel. Hozir kelib qola. Saqlayli. Oy, saqladik aka, saqladik. Qachon keling? Qalğaç markalık sopun paraşoki vəti bərkin çıxırıcı. Voy, nimaning? Kırnan. Qalğaç markalık sopun paraşoki. Mən Dilkan Xalqara Soda çəkiliş şirkəti tajdorligini olgan At Arzusu filmidagi Polat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Apa, ağır qildim sizni. Voy can. Rahmet canım apa. Voy qarang, yo'lda chu mashinada to'sib ketib, qarang, kechikib qoldim qizim. Uyda saqlab qolyapsiz, men kirib ketdim ha. Rahmet apa. Voy balam. Undidarda bor, sizga etish usulini men avat beraymi? Maqlanda. Xo'sh. Voy aldirmay menga. Ma bo'ldi. Bichar qizim. Voy, Jasurma? Atiq ishdan tushmadingizmi? Siz uyingizga bir ketgansiz bo'pti ekan. Barnachi hozir sizlarning uydagilarga tomoq etyotdi. Siz Barnaning tomoq etamaydiganini bilsiz-ku. Siz tezroq qaytib keling. Bo'lmasa hammangiz Barnaning tomoq etamaydigan deb ayblab ketmasin. Tezroq qaytib keling, siz bo'lsangiz uning yuragi to'qroq turdi. Bilamda? Ma'qul xo'sh. Yo'q, ammo men shu yaxshiroq qilay deb bo'sab qoldik. Tomoq etidi odam o'zingiz. Sizning degingiz yesa bo'ladi. Qizinglar bek ichkatda yaxshana. Keyin birdan tayyorladim. Tomoqning turlari o'zgardi ekanda. Voy shu. Qo'sariq suiqashlar asli bo'ldigan nima? Bir muncha xurishni zoya qildigan bo'ldi-da. Undan so'ng kirib ketdim, tomoq pishib chaqiringlar. Men qo'limchi. Tomoq pishib chaqiringlar. Ha, chaqiramiz. Bo'ldi. Herkes bilib qolmasin, xana. Chu. Bulaydi.
Voy, tegish tomoq pishimdimi? Mana. Mushni ham emas. Voy, bizning uchun qo'sqimiz ichib tortishib ketdi hozir. Bo'shroq gap qilinglar. Birma anglab qolmasin yana. Aka, o bu gaplarga parvo qiladigan bo'lsa, bunda qilmaydi. Ammam rostlaydi. Yengem derma, hammaga beparvo bo'lardi. Ay. Barno, singlim tomoq pishdimi va qo'saq bek ichib ketdi. Ha, mana aka tayyor bo'ldi. Salatni chiqarib. Ay canım. Mana. Pek soqib ketdimi, ha? Nima? Rak qo'rbi. Ada. Dana. Tomoqlaringiz o'xshaganda qiladi singlim. Yenim bormi ya? Shu poshkal qilay degandim, uyda qaymoq yo'q-ku shunga. Shu qaymoq yo'qdi. Ha, o nurg'un naskan qo'mi shu. Ha, qani, o'zingizmi kelama bular? Ay, sho'rib qantim dadam achqay. Yegashirolar, ha? Bu boqqa. Qani, Allaylar. Belgilavlar tomoq yeydigan bo'libdi. Aka, mana. Mana igna. Bo'ldi. Uzang. Mana. Ham senlar yana. Demak, amra qo'ygina amma. Targarni yemaydigan narsa yo'q. Ha? Yili sal issiq boshqadak bir narsa qilib bering. Voy, ma'qul aka, ma'qul. Ha, Nima shay? Voy, oldi bil men bir gap beringlar. Men mana yebray. Ha. Chet elliklar shunda tomoq yeydiganda. Shundoq shman. Balkim. Öyle bir piyalam yetkimigen bala o'yga beribchi qasam beshiq o'ngchiga o'pdi desa. O endi kelin bo'lishni o'rganibdi. O adam açıkta yerlay davası külüvatsız o. Cesur. Nimqatsiz. Qaytib ketamiz. Men ketmayman. Men ketmayman dedim. Bunda joylik qilsangiz. O'ydiklar tomoqqa qilsabdi. Keta oldingizmi? Shundoqni o'zimni o'ylsam bo'lmaydi-da. Agar siz bo'lgansiz o'ydiklar meni undashib samg'an bo'lding. Berna! Sizmi ketmang? Siz shu yerda turib, amiz meni qo'g'dang. Qarang qaysarlarni shunday yaxshi muomala qilish hech kim uni ishga salamaydi-ku. Qap qiling. Meni Qaysar bilan selishdimi? Bo'landa. Hadi. Ha. Oldu. Cesur. Bunda qarsam, dadam 3 oydan keyin qilgan ishi Oyshan bilan to'y qilish o'xshaydi. Dadam rost jo'yal bilan to'y qilamiz-ku. O'ylab baqmamsa, dadam nemishqa hamma ishni 3 joyga o'rlashtirib oldi. Nemishqa buncha tuyuqsiz o'zgarib ketadi. Faqatlik qallamda o'tmayapti. Senchi-chu?
Yaxshimisiz Alimka? Direktor. Siz kimsiz-ku? Mening ismim Pulat. Ha? Mening ismim Pulat. O'tganda siz so'ragan vaqtda jiddiylish ketib, deyishni unutib qolibdim. Ha. Shuning bilan birga kechirim so'ragach bir kelib ketay deb kelishim. Bo'ldi akamsi. Keyin ko'rishamiz. Men qaytay. Ha, to'xtang. Bu kashda mahallimizga kelishingizda yana boshqa bir sababmi bordi? Yo'q, boshqa sabab yo'q. Shu o'tganki uqishmasliklarni bir tugatib o'tay deb kelishim. Ha. Bo'pti. Direktor. Ayni vaqtda xislatga nima ish undan muomala qildingiz? Bu hammasi bir uqishmaslik. Uqishmaslikmi deyli? Demakchi bo'g'inim, bir undan ishlayotgan ilg'or bir xizmatchingizni tuvanga tushirayotganingiz nemisi deyman? Bu mundaq Alimka. Bu kichikdan bir uqishmaslik qarang hozir biz shunday yaxshi yutyapmiz-ku. Ha? Yaxshi yutyapmiz-da. Anda o'zi siz xislatni izlab kelibdikansizda? Voy. Shunday. Necha yosh qirdingiz? 36 ga. 36 ga. Bola bordi? Ha? Voy, aka men to'y qilmadim. 36 yosh qirib to'y qilmay nada judingiz? Mundaq gap, Po'lat. Biz rost gapni qilganda sizlarning xilinglar emas. Rost gapni qilganda sizlardek yuqori tabiqa odamlar bilan qudilishdan qo'rqib qoldik qara. Shunga xislatni avar qilmasangiz, xislat o'zimiz sizni yoqtirmaydi dama. Bu xislat o'zi ishtadimda? Aras, bugun kunduzda sizga sal qo'pol muomala qilib qo'ydim. Sizmi ko'nglingizga olib ketmang, ha? Siz bir shirkat direktori bo'lgandan xislatga nisbatan shirkat xodimlariga muomala qilganda qilsangiz bo'ldi. Ma'qul bo'lsa, yo'lda mansangiz diqqat qiling. Ma'qul. Dadam nima o'ylayotgandi edi? Bilgan bo'lsam bek yaxshi bo'lardi. Shu bilmayapman. Dek arz qilishlari, dek qamlashmagan eliq kelish shartlari juda. Bernan otan soldi shunchalik tanqis qilyaptimi? Ay, men texnik sarang advokat bilan ko'rishga chiqdim. O'ylasam ochiqdan yerilib ketayli deyapman qara. Voy, dek azroq qarshi tursam, sudga arz qilaman deb qo'qoq selyapti. Dadam nemish buncha tez o'zgarib ketilgandi deyman. Seningchi dadamning bunday qilishi shu ayol uchunmidi? Meni shundamiki? Bunmis dadam shuncha tez o'zgarib ketamda? Tek 3 oy ichida, bu 3 oydan keyin bular rostla to'y qilamdi nima? Navoda dadam rostla shu ayoldan to'y qilib qolsa, sen qanday qilsan? Cho'qim qarshi turma. Tinimsiz hayotda arzu armonlarimizni qo'g'lab, shiraqlarga ketib qoldi ekanmiz. Ammo o'tmishdagi tatli his